Quddus sizning shahringiz emas, janob Erdo'g'on. Endi Green Card o'ynash pulli bo'ladi. Rossiya minglab ukrainalik bolalarni harbiy tayyorgarlikka majburlamoqdami? Tramp Putin va Zelenskiyni bir xonaga olib kirmoqchi. Tinchlik sari ilk qadam. Tolibon va Xitoy o'rtasida maxfiy harbiy hamkorlik fosh etildi. Qiz olib qochish endi qiz ozod etilsa ham jazosiz qolmaydi. Tramp davrida Ukraina uchun yangi moliyaviy va harbiy strategiya boshlandi. Quddus sizning shahringiz emas, janob Erdo'g'on. Isroil bosh vaziri Netanyahu Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'onning o'zi haqida aytgan gaplariga javob qaytarib, Quddus har doim Isroil hududi bo'lib qolishini ma'lum qildi. Bu sizning shahringiz emas, bu bizning shahrimiz, janob Erdo'g'on. U har doim bizning shahrimiz bo'lib qoladi va endi bo'linmaydi, degan Netanyahu. OAVga ko'ra, bu 2020-yilda Usmonli tarixi tufayli shahar Turkiyaga tegishli ekanligiga shama qilgan Erdo'g'onga javob bo'lgan. Netanyahu shuningdek Amerika yetakchisi Donald Trampga Quddusni Isroil davlatining poytaxti sifatida rasman tan olgani va AQSh diplomatik missiyasini u yerga ko'chirgani uchun minnatdorchilik bildirgan. Siyosatchi shunday qadam butun xalqaro hamjamiyat uchun o'rnak bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiya prezidenti Erdo'g'on Isroil bosh vaziri haqida keskin bayonot berib, uni Adolf Gitlerga qiyoslagandi. Endi Green Card o'ynash pulli bo'ladi. AQSh davlat departamenti 2025-yil 16-sentyabrdan boshlab diversifikatsiya vizasi yoki Green Card lotereyasida ishtirok etuvchi barcha shaxslar $1 elektron ro'yxatdan o'tish to'lovini to'lashi shart bo'lishini e'lon qildi. Bu 1-marta ishtirokchilardan yillik lotereyada ishtirok etish uchun haq olinishidir. Bildirilishicha, bu o'zgarishning maqsadi DV lotereyani boshqarish xarajatlarini faqat tanlangan kam sonli arizachilar emas, balki barcha ishtirokchilar o'rtasida tengroq taqsimlashdir. Yangi siyosat 2027-yil DV lotereyasi ro'yxatga olish jarayonini oldindan kuchga kiradi. Yangi to'lov haqida asosiy ma'lumotlar. $1 ro'yxatdan o'tish to'lovi. Barcha ishtirokchilar AQSh hukumatining rasmiy saytida elektron ariza topshirish paytida $1 to'laydi. To'lov maxsus hukumat portali orqali amalga oshiriladi. Ariza to'lovi o'zgarmaydi. Tanlangan arizachilar uchun $330 DV ariza to'lovi shu holatda qoladi. Biroq avval shu to'lov ichida qoplangan ba'zi ma'muriy xarajatlar endi ro'yxatdan o'tish to'lovi orqali qoplanadi. Qaytarilmaydigan to'lov. Ro'yxatdan o'tish to'lovi natijadan qat'iy nazar qaytarilmaydi. Undan keyingi yillarga o'tkazish mumkin emas. DV lotereyasi har yili tarixan AQShga kam migratsiya qilgan mamlakatlardan 55 mingtagacha viza beradi. Oxirgi yillarda arizalar soni 10 million bo'lib, bu hukumat uchun katta ma'muriy xarajatlarga olib kelgan. Rossiya minglab ukrainalik bolalarni harbiy tayyorgarlikka majburlamoqdami? Rossiya Ukrainadan minglab bolalarni kuch bilan olib ketib, ularni harbiy tayyorgarlikka